Assalomu alaykum. Mana bugun sizlar bilan qaramachi qilamiz oshirma xamir bilan. Bu oshirma xamirimni oldin videolarimda ko'rsatganman. Ularni tindirib qo'yib, shu tindirib qo'ygan xamirimizdan zuvalachalar yasab, yana ham 20 minutcha tindirib qo'yamiz va ularni tingandan keyin nachinkasini ham yozib ko'rsatib qo'yamiz. Nachinkasi har xil o'sha bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasa go'shtli qiymalidan qilamiz va yasab bo'lgandan keyin xamirimizni qaramatchi sekin bularni ham yana birpas tindirib qo'yib 15 minut tindirib qo'yamiz va qizigan yog'imizga solib tutgan tarafimizni yo tarafga qilib solamiz va shu solganimizdan keyin qizarib oladi. Qizargandan keyin qizarib bo'lishidan keyin o'kirib uni og'zi ochiq tarafiga yog' quyib turamiz. Qiymalari pishgan